Hop, 3-videomiz mana ovqat temasi. Qarang, misol pizzada ko'rsatmoqchi bo'ldi. To'g'ri освещениеda mana shu nonni non qilib ko'rsatib beradi. Bolgarskilaringizni joy-joyda ranglari bilan appetitni ko'rsatib beradi. Sizlar restoran sohasidasizlar. Sizlar sotadigan narsalar ovqatni dahshat ko'rsatib berishingiz kerak. Faqat uni mazasiga emas, mazasi ham zo'r bo'lishi kerak, lekin joyi ham zo'r qilyapsizlar, mazani ham zo'r qilyapsizlar, освещение ham to'g'ri qilinglar. Xuddi shunaqa ko'rsatsan. Mana ikki xil videoda farqini qaranglar. Ko'rasizlarmi? Aniq farqi bor. Demak, siz noto'g'ri освещениеda ovqatingizni xunuk ko'rsatadi, qo'pol qilib aytganda. Lekin to'g'ri освещение bo'lsa, appetitni chotki ko'rsatib beradi. Bu sizlarning savdolarga taalluqli narsa bu. Bu hazillashadigan narsa emas. Har doim oldinda bo'lish kerak. Suvdan bo'yapti deb o'tirmanglar, bu xato. Zo'r bo'lsin, undan ham zo'r bo'linglar. Kimga maslahat kerak bo'lsa, hisob-kitob qilib berish kerak bo'lsa, har doim aloqadamiz. Chaqiringlar, boramiz. Bu uslug'lar hammasi tekin. Olasizlarmi, olmaysizlarmi farqi yo'q. Biz tekinga beramiz освещение bo'yicha butun ma'lumotni har doim sizlarni kutib qolamiz.